egasi oti bilan. Barchaga salomlar. Men Fahima Sulton. Yashamning, hayotning anglami nima? Masala yolg'izgina uzun yashashmi, yo'qsa yaxshiroq bir omochmi qidirish, axtarish kerak. Nega ayrim insonlar nima istaganini bilar ekan va yasham tutqunlari bor ekan, boshqalar uchun bu istaklar chigil, qarishiq va murakkab. Bugun xuddi mana shu so'roqlarga javob axtaramiz. Kitob yozuvchilari shu so'roqlar bilan japonchada bo'lgan atama ekyogi bilan duch kelganlar. Ekyogining anglami yo ma'nosi doim mashg'ul qolaroq, mutli va xursand bo'lishdir. Japonning janubidagi orollarda yashaydigan va uzun yosh ko'rgan insonlarni tadqiq qilganlar. Tadqiq natijalari shuni ko'rsatadiki, ularning uzun yashash sirrida sog'liqli yema-ichmalari, sodda hayot yo'sinlari, yashil choy ichishlari, istropikal iqlim shartlari qaптolida ekyogining etkisi yo ta'siri ko'p. Birinchi bo'lim. Ekyogi, ya'ni yoshlar ekan gench qolish yo yosh qolish, javon qolish san'ati. Nima bo'lsa bo'lsin, taqovut qilmang, nafaqaga chiqmang, emakli bo'lmang. Bu kitobning eng asosiy maqsadi o'zingizni topishingizga yordamchi bo'lish va qoluvchi tana yo badan, zehn va ruh sog'ligi uzra Japon falsafasining tushunilishini o'rtoqlashmoqdir. Japon kulturida taqovut qilish yo'qdir. Okinawadagi insonlar yolg'iz uzun yashashlari bilan emas, balki kanser, ya'ni saraton, yurak kasalliklari, kronik kasalliklarga oz duch kelib, ularda inflammator buzuqliklar juda oz uchraydi. Hujralarning yoshlanishidan mas'ul bo'lgan serbest radikallar qon testlarida ko'p oz ko'rinadi. Bu ham choy ichganlarining va me'dalarining %80%ning to'la bo'lishidandir. Xotinlardagi menopuz xafif bo'ladi. Har ikki jinsiyatda ham faollik ilgari yoshlargacha davom etadi. Uzun yosh ko'rgan insonlar uchun 5 ta moviy mintaqa bor. Ular Okinawa, Japon, Sardiniya, Italiya, Loma-Linda, Kaliforniya, Nikoya oroli, Kosta-Rika, Ikariya, Yunoniston. Bu 5 mintaqadagi asrlik insonlarning o'rtoq nuqtalari beslanma, ya'ni yeyish-ichishlari, harakat va egzarsiz, hayot omoji, ya'ni ekyogi va yaxshi bir sotsial, ya'ni arqadoshlik tegarasi olishtirmoqdir. Ular vaqtni yaxshi boshqaradilar va bu sababdan stress yashamaydilar. Ko'p oz yet va hozirlangan yemak yeyadilar. O'z kulturlariga ko'ra og'iriga qochmasdan ichki ham ichadilar. Japonlarning %80 sirri nima? Japonda yemak yemasdan oldin va yo keyin doim takrorlangan jumla bu hara hochibu, ya'ni me'da yo oshqozonning %80ni to'ldir deganidir. Buning uchun japonliklar to'ymoqqa boshlaganlarini his qilganda yemak yemoqni to'xtatadilar. Japonliklar uchun yemak servisi juda o'namli va muhimdir. Bir Japon restoranida normal bir payt yemagi 5 taboqqa servis qilinadi. 4 tasi kichkina va ona yemak tabog'i kattaroq bo'ladi. 5 taboqning o'ngingizda bo'lishi ko'p yegansiz hissini berar ekan, sifradan xafif oshtirasiz. To'plumga yo ijtimoga xizmat bu ekyogining bir parchasidir. Muoyi degan bir-birlarini himoya qilgan g'ayri rasmiy bir guruhlari bor. Chiftchilar yo dehqonlar bu guruhga oylik bir miqdor pul topshiradilar va har yig'ilishda yemak yeb, gu va shugi, ya'ni Japon satranjini o'ynaydilar. Ikkinchi bo'lim. Qarilikka qarshi sirlar, ya'ni uzun va xursand yasham yo hayot uchun qo'shilishi kerak ekan kichkina narsalar. Qarilikdan qochish tezligi.
Yangi bilgilar bilan yuzlashgan miya yangi bog'lantilar quradi va yangilanadi. Zehn ta'limi yo egitimining etkilari, ta'sirlari bilimsal va ilmiy o'laroq isbotlangan. Yozuvchilar Collins Hemingway va Shlomo Brezhnitz Maximum Brain Power Challenging the Brain for Health and Wisdom kitobida shunday izoh kelgan. Bir ishni ilk boshlaganda sizga qancha qiyin ko'rinsa-da, o'rgangach, u ishni ikkinchi bor takrorlaganda qila olganingizni va qulay bo'lganini farq etasiz. Bu yolg'iz so'nggi emas, ruh holingizga qilgan ta'siri bilan o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ham ko'taradi. Bu ishni bajarish juda qulay. O'rnak, o'yinlar o'ynashingiz. Inson nurunlari daho 20 yoshda ekan qarishga boshlaydi. Yangi vaziyatlar bilan qarshilashish, har kuni yangi bir narsa o'rganish, o'yin o'ynash va boshqa insonlar bilan irtibotda bo'lish zehnning yoshlanishga, ya'ni qarishga qarshi strategiyalaridandir. Butun tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stress bilan vujud tezda qarib qoladi. Biroq tushuk saviyadagi stress yaxshidir, chunki bu oz stress yaxshi xatti-harakatlar va amallar o'rganishga yo'l ochadi. Japonda harakat ko'p o'ltirishga tarjih etiladi. Muntazam uyqu juda muhim. Hattoki bilim ham uyquning yoshlanishga qarshi bir qurol bo'lganini ko'rsatdi. O'rnak uchun monkan yo modallar bir dafiladan oldin 9-10 soat arasi uxlar ekanlar. Yoshlanishga qarshi tutumlar va yo'sinlar. Zehnning tana va yoshlanishga qarshi kuchli bir etkisi, ya'ni ta'siri bor. Ayrim doktorlarga ko'ra, tanani yosh tutishdagi sir bu zehnni aktiv yoki faol tutishdir. 3-bo'lim. Logoterapiyadan ekyogaga, ya'ni uzun yashash va yasham omojini topishdagi puf yo asosiy nuqtalar. Birinchidan, logoterapiya nima? Viktor Frankl shunday ta'rif qilgan. Logoterapiyada kasal tik turadi va ayrim paytlar qiyin bo'lgan narsalarni aytishi kerak bo'ladi. U kasallariga ilk so'roqni shunday bergan: nega intihor qilmaysan? Bu so'roq bilan kasallar yaxshi sabablar sanay boshlagan va hayotga pozitiv yaqinlashgan. Demak, logoterapiyaning maqsadi yashamoq uchun bir sabab, bir dalil topishga yordamchi bo'lishdir. Logoterapiyaning birinchi kasali Viktorning o'zi edi. Chunki u butun qiyinchiliklarga qarshi chiqish uchun bir sababi bor edi. Logoterapiyadan bir o'rnak. 2 yil oldin turmush o'rtog'ini qo'ldan bergan bir doktor og'ir depression bo'lib Viktorning yoniga keladi. Viktor hech bir o'git bermasdan deydi: "O'lgan siz bo'lsangiz nima bo'lar edi?" Doktor dahshatga tushib, buning xotini uchun qo'rqinch bo'lganini aytadi. Shunda Viktor deyadi: "Ko'rasizmi doktor, uni bu azoblardan qo'rigan bo'ldingiz. Biroq buning uchun bergan badal hayotda qolish va uning yos va a'zosini tutmoqdir." Doktor yana bir so'zgina aytmasdan Viktorning qo'lini siqdi va huzurli bir shaklda ketdi. Chunki u hayotdagi maqsadini topgandi. 4-bo'lim. Ishqni har uğraşda va ishda tut. Ya'ni ish va bo'sh paytni shaxsiy rivojlanishga aylantira olish. O'qishga o'qish. Bruce Lee shu so'z bilan ta'rif qiladi: "Suv kabi bo'l do'stim." O'qish bu qiladigan har bir ishingizdan zavq olish, oqimi yo jarayoniga berilib ketish, tajribadan haz olish, vaqtni va tegarani unutish. Boshqa bir ta'rifga ko'ra, o'qish bu insonning o'zini har narsadan ustun tutgani bir faoliyatga o'zini bergan holidir. Shunday so'roq beradi: hamma qayg'ungizni unuttirib bilgan nima uğraşingiz yo ishingiz bor? Eng ko'p qachon sevinchlisiz? Bu so'roqlardagi javoblarda bizning hayot ekyogimiz yashirindir. Unda o'qishni sog'lashdagi strategiyalar nima? Keling birga o'rganaylik. Birinchisi, unday bir ishni saylanki, na ko'p oson bo'lsin va na ko'p qiyin. Chunki oson bo'lsa siqilasiz, qiyin bo'lsa bajarishdan qo'l tortasiz.
Demak, o'rtacha qaror eng uyg'unidir. Ikkinchisi, ochiq va net bir omojingiz bo'lsin. Uchinchisi, yolg'izgina bir ishga diqqatingizni bering. O'rnak uchun bir tadqiqda necha ishni bajarish istaganlarning %60% ish samarasi tushgan va IQlarida esa eng oz 10lik bir tushish ko'ringan. Japoncha o'rganmoq istaganlarning birinchi o'rgangan so'zi nima bilasizmi? Bu ganbaridir. Ma'nosi esa so'ngiga qadar kurashmoq, ya'ni qo'lidan kelganning eng yaxshisini qilmoq va oyoqqa tik turmoq. Kitobning 5 va 6 bo'limlarida dunyo va Japonda uzun umr ko'rgan keksa kishilardan o'gitlarga yer berilgan. Ularda umumiy o'rtoq nuqta shular: harakat qilish, sog'liqli yeyish-ichish, do'stlar bilan yaxshi vaqt o'tkazish, stressdan uzoq turish va Washingtonning aytganidek, tiriklikdagi baxtli yashash shartlari: qiladigan bir narsa, sevadigan biri va umid qiladigan bir shay. Yettinchi bo'lim. Dunyodagi uzun yashagan insonlarning yema-ichma odatlari. Okinovada uzun umrli insonlar qazon masalliqlari bilan birga 206 farqli yeyadigan tukatadilar. Bu kuniga 18 farqli yemakka teng keladi. Har kun eng oz 5 porsion yashillik yo meva, haftada esa 3 dafa baliq tukatadilar, yeyadilar. Ularga ko'ra sufrada kamalak yo ko'k qushog'i bo'yoqlari bo'lishi shartdir. 8-bo'lim. Yumshoq harakatlar bilan uzun yashash. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, japonliklar ko'p egzarsiz qilmaydilar, biroq doimiy yo'sinda harakatdalar. Gaven Brentli 2015-yilda Washington Post bilan olib borgan bir intervyusida shunday degan: O'ltirgandan keyin 30 daqiqadan so'ng inson metabolizmasi sindrom sistemi %90% ozaladi. 2 soatdan keyin yaxshi kolesterol %20 pastga yog' quyiga tushadi. Bir 5 daqiqa o'rindan turmoq yana nimalarnidir yangidan boshlatadi. Bular shuncha qo'layki, ayrim paytlar insonlarga ahmoqcha tuyuladi. Bu bo'limda yozuvchilar yoga va unga o'xshash disiplinlardan bahs etadilar. Eng so'ng bo'lim, ya'ni 9-bo'limda yoshlanish faktori bo'lgan stress va qayg'u bo'lmasdan tiriklikning zo'rliklari bilan kurashish yo'sinlaridan bahs qilingan. Bu kunlik bizdan shuncha. Yaxshi qoling.